ayol kishini tushunishi kerak bo'lgan eng katta inson, eng yaqin inson bu xo'jayini. Ana o'sha paytda xo'jayini birinchi yordamga kelmasa, ayol kishi yotilishni boshlaydi, qobig'iga o'ralishni boshlaydi va battar depressiyaga tushishni boshlaydi. Depressiya bu juda ham katta salbiy oqibatlarga olib keladi ayol kishini sog'lig'ida. Jenskiy kasalliklarga olib kelishi mumkin ayollarni. O'zi ayol kishiga ko'p narsa kerak emas-da. Unga mashina, shuba, samolyot, yaxta olib bermang, mayli pulingiz bo'lmasin. Mana shu ikki og'iz shirin so'z tekin-ku. Hatto bir shirin so'z. Mayli hozir shu narsani o'rtoqlardan u kimdan ko'rib, qarang, adasi mana shunaqa olib beribdi. Siz ham menga shunaqa olib berasizmi deganda, ha? Alhamdulillah, sendagi xotinim bor, ayolim bor. Senga olib bermasam kimga olib beraman deb qo'ying. Siz uni tunu kun sizni atrofingizda girdikapalik bo'lishini ta'minlab berasiz.